Bu videoda bize dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klovlarni yana chaqirib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, qotil klovni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biza chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chico'ning ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik. Va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda, bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqadir qonli bo'ldi. Yaxshi. Onaka. Darknet 6-qism. Klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu yerda ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali svet yondan yo'q. Uchinchisi mana bu keldi. Qanaqadir, mana qara. Ko'rdingmi sen o'zi kadrni? Da. Mana qara. Semiz. Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Saytdan chaqirdik Semiz. Ismi cho'chqamidi, nima edi? Pumba edi, Pumba. Stop. U klon chaqirilmadi-ku bizga. Qanaqasi keladi? Mojid biza chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Men bu qiz bola klonni biza chaqirmagandik-ku. Stop, bitta tundim nechta? 3 ta klonmi? Bu nima bu? Eng qizig'i bo'lmasa do'stlar qaranglar, bu o'zi Darknetda keyingi qismi, ya'ni Darknet 6-qism bo'layotgan bo'ladi. Va agarda sizlar Darknet 6-qismni ko'rishni boshlashgan bo'lsangiz, hoziroq like knopkasi bosib tashlaylik. Chunki sizlar ko'rib turgan aynan mana shu videodan menga 101 mingta like kerak. Va shundan keyin yana Darknetda keyingi qismi chiqadi va ikkinchi shart esa hoziroq obuna bo'lishingiz kerak. Agarda sizlar mana shu videodan menga YP'ngi sveji 22 mingta yangi obunachi olib kelsanglar, men sizlarga Darknetning keyingi shartini bajaraman. Shuning uchun albatta o'rtoqlar hoziroq like bosing, obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglarni va obuna bo'lganinglarni menda statistika ko'rsatadi. Shuning uchun ham aynan hozir qilsanglar, men aytganimni qolsalar yo'qmi bilib olaman. Shuning uchun aytganini qilinglar va endi bo'lmasam bo'ldi. Qara. Endi hozir vaziyatga seriozni qarash kerak. Maqsud, qara. Gambit oxirgi marta ko'rganimda pastda ko'zi oqargan edi, to'g'rimi? Da. Xo'p, ilk qiz bola klon albatta yig'layapti va qarasak o'sha yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gupur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu Semiz ismi Pumba degan klon keldi. Endi nima qilamiz? Mana hozir olsam, eng qizi u hozir uyi ichida. Eng qizig'i chimadan ham pastda. Brat, kim? Kim bu? Man. Sup, kim? Man tashab keturlaring meni shunaqa, xo'p? Brat, ana u Semiz klon bilan birga kelib olgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha. Bilan hozir yuzni ham ko'ra olmaymiz. Tashqaridan kameramiz yo'q, bilan. Voy, bilak, zo'r narsa bor menda. Ochgin ishingni. Nima? O'yinchoq menda, jigar. Stop, o'yinchoq otdi. Voy, aytgan shoshma o'yinchoq bilan otaverdi ham. Ko'zni ko'rsin. Все. Hop, kiring, tez kiring. Bunaqa kulmen. Og'raga. Bu mayli, bu pastiga kim? Ya bilmayman, siz chaqirgansiz. Bilet siz emas, okey, biz boy chaqirdik. Siz tunga o'ribdi. Mana Gambit degani qaranglar, haridan kayfiyati zo'r. Mana jigar qara. Men aytdim, qildim. Mana masalan, what the hell? O'yinchoq sanga mana. Hop, qarang, hop. Oshunda bu o'yinchoqcha nimadir chiqish kerakmi? Men bu o'yinchoq o'tgan sari yoruvdim, to'g'rimi? Shoshmang, mana yirtilgan joy turibdi. Mana yirtilgan o'yinchoqchi nimadir bor. Aytilgan narsa shu? Da. Yo'q. Ko'zmi? Sassiq lekin mana bunaqa narsa. Nima bu? Eshigi ham bor ekan, bu bo'yinga osadigan anaqa menimcha bunday osib qo'yib. Men bunday turadi. Hop, nima qilamiz buni? balki kitobda yordam so'rab ko'rarmiz. Mojid kitob yana bizga mana shunaqa vaziyatlarda yordam berar. Yo, hop, bu qarang, men hozir tushunmayman, mana bu qanaqadir bu yeydigan narsaga ham o'xshayapti-da. Qurt emasmi bu? Tipo balkim yeyish kerakdir. Ishlab ko'rchi. Ya, bet. Mana shu Isabella. Ismini baland baqirdi, balkim kelib qolmasin. Hop, ana. Ana, aytdim-ku. Stop, hop. Pastda bu haqida yozib qo'yibdi. Buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Buni klonlarda bo'ladigan suyuqlik bilan qo'shsang ish beradi. Hop, qara, hop. Demak, bu qanaqadir muhim tosh. Hop, bu nimaga kerak o'zi tegi? Bu sizni to'g'rilash uchun kerak, bilasiz. Qo'rqib o'rassan jigar. Ya aka,
Hop, qaysi klonda suv bor ekan endi? Shoshmaylik. Pastdan bu klon hozir bizning tuzog'imizda, to'g'rimi? Mana shu yerdan foydalanib tezroq chiqib olaylik bo'lmasa ani. Hozir o'sha suyuqligim yo'qligida otdi. Qara lekin, bu katta semiz-ku klon. Shuning uchun ham bitida tashlanamizda, tap olamiz. Cho'ntagida ham qattadir o'zi bilan bo'ladi, tushundingizmi? Tez harakat qilsa ulgurmaydi, qilguncha. Ketdingmi, day? Bitta duq bilan. Ketdik. Videoni xuddi mana shu joyda sizlarga juda ham muhim bir savol bermoqchiman. Tasavvur qilinglar. Sizlar Omonxonsizlar, ya'ni men. Va sizlarning oldingizda faqatgina ikkitagina yo'l bor. Birinchisi bu YouTube videolarini yanada ko'paytirib, tezroq o'zim orzu qilgan millionlab obunachiga erishish. Ikkinchisi esa men yoshligimdan kinolarda ko'rgan va borishni orzu qilgan davlatlarimga tezroq borish, ya'ni sayohat qilish. Qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Va to'g'risini aytsam do'stlar, men hozir juda ham qattiq sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga borgim kelyapti, Parijni ko'rgim kelyapti, Rimga borgim kelyapti. Lekin hozircha men mana shunaqa YouTube videolarini portlatib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish va sizlarga har xil emotsiyalar berish bilan ovoraman. Va aytgancha, agarda sizlar yaqin kunlarda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilinglar. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va bilasizlarmi, nafaqat aviasales.uz dan aviabiletlarni, balkim bemalol o'sha borgan davlatingizdan mehmonxonalarni ham bron qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham aviasales.uz dan foydalaninglar. Men esa yana mana shu YouTube videoga qaytaman. Ketdik bo'lmasam. Yo'q-ku. Men bundan chiqib ketganda-ya. Gambit aka chiqarib yubordingizmi siz? Yo'q. Chiqarib olmadingizmi? Aytganim yo'q. Bular bo'lmasa hozir uyga yashamagan bo'lsa-chi? Bo'lsa uyga qarovlaysan bu yoqqa. Do'stlar, bu klon xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim yo'q. Mana bu yerda-chi? Hozir Tashlanib qolsa ehtiyot bo'ling, brat. hech kim yo'q bu yerda ham. Okey, omon tepada bo'lsa, demak, znash tepani qariydi o'zi. Ilisha eshitiladi-ku. Menimcha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, do'stlar qaranglar. Xuddi shu payt men hozir bitta ish qilmoqchiman. Men to'g'risini aytsam Gambitga ishonmayman umuman. Ayniqsa hozir ham Gambitga yotdi-da. Voy, tosh topib oldim. O'yinchoq nimada qoldim debdi. Men ishonmayman. Shu men o'ylashim bo'yicha Zibellarning o'zi Gambitga o'yinchog'i bergan. Ha? Mana shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun ham men kitob bilan o'yinchog'i Gambitga ko'rsatmasam boshlab berkitaman. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni sotolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Yaxshi, berkitaylik. Qo'rqib ketdim. Uni semizligini ko'rdingizmi? Biz kamerada ko'rsak semiz. Unaqa prikol, qara. Ishiga qarang. Brat, ishiga qarang. Ha? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? O'ylashim bo'yicha tualetdan hech kim kitob qidirmaydi. Все, yopib qo'yamiz. Ana endi esa bolalarga ataylab ko'rsatib, chimadan bekitaman. Oh, brat. Dag'ga Eshikda kimdir qarab turibdi. Menimcha yana qiz bola klon keldi. nima? Gambit aka o'zingiz gaplashing u bilan. Siz yaxshi Ya kelishasiz. bu qiz bolami? Qaranglar, bolalar. Chiqmang, brat. Kim bu? Boshi klon bu. Eng qizi chimadanga qarabdi. Xullas, bolalar qaranglar, bolalar. Gambitga yo'q keling, tez keling. Qaranglar, bolalar. Xullas, chimadanni mana shu berkitamiz Gambitga. Tushundingizmi? Pastga qo'yib qo'y, bundoq qilib. Ha. Faqat iltimos chimadan shotan ishimni sotmaylik. Yop, derazani. Qani? So'y. Yo'q o'zi. Ko'rinmayapti. Nima qani? Yo'q, qolmamchi. Yo'q, qani. Ketgandir, chiqaylik tashqariga. Shoshma. Bu o'sha klon o'zi aniq. Xo'sh. Mana buni kim o'chirib qo'ydi? Tegmaylik, iltimos. O'zi qorong'i hamma yoq. Mana. Ada. Mana shu klon. Birga bir. Mana ko'raylik. Yuzini oldingizmi siz? Ha, oldim. Faqat oynani orqasidan. Qani ko'raylik kadri. Qattan o'z do'sti, ana o'ynamizni xuddi bizlar. Derazani taqillatyapti u. Qarang. Qatta u? Mashina og'ziga otdimi? Da, o'sha yerda. Qatta? Men ko'rmayman. Voy! Yo'q. Brat. Kattaligini qaragin buni, ha? Kattaligini qara. Mana shunday. Bu klon Pumba 35 ta natijasi bor ekan. 35 ta. Bu eng ko'pi bu. Qaysi klon 35 ta odam yo'q qilib yuborgan Bu bilasiz? eng yaxshisi. Bundan yaxshisi bo'lmaydi menimcha. Hop, endi nima qilamiz? Kimda qanaqa g'oya bor? Har doimgidek kontakt qilish bizga yordam bergan, gapga solib ko'rish. Qiz bilan ham boya shunaqa bo'ldi. Gaplashgandan keyin hamma narsa yavnilashdi. Rahmat. Hech kim yo'q? Yo'q. Shu. Mal, Chiqing Gambit aka. Brat. Mana shu yerda o'tirib turing, o'zingizlar boringlar. Shoshma, nima bu? Men qo'rqaman. Tez chiqaylik. Qayoqqa o'tib ketdi? Bu yoqqa o'tib ketdi, bu yoqqa. Bunaqasiga. Nima bo'pti? Kim qotdi? Davay, yaqinlashaylik-chi. Menimcha goblinni o'ldirishga keldi. Qanaqa goblin u bizlar uyga kirmoqchi bo'ldi?
Ol. Qani? Ol. Nima qilyapti bu? Ey, kimsan? Yo'g'imma yo'q, brat. Nima qilyapti? Yo'q bilmayman. Ey, sen ham chemodonni olib ketmoqchimisan bizdan? Yo'g'imma yo'q. Nima? Semizligini qarang buni. Ya baxshi lekin semiz ekan. Cho'chqami bu? Nima qilyapti? Ha? Brat. Ay bilan! Ay! Qori yeshik yopdim. Boltasi bilan bizani chopib o'rmoqchi bo'ldi-yu bu. Bilet. Yutqizdilaring deydimi, ha? Bu bizani izdivatsiya qilyapti bu bor. Yutqizdilaring dedi, ichim shuvullab ketdi. Hop. Bizga nima? Ana. Nima? Ana! Olili kadrga. Ey! Derasan yo'q. Brat, cheng. Bolajonlar. Kimsan ey? Ey, menga qara. Yo'qmi, yo'q. Sendagi bolajonlarichi, qirsillatib siyib oyoq qo'llarichi sindirib o'ldirgim keladi. Bilasan, qulog'imga shunaqa yoqadiki. Bilet. Ket yo'g'am, iltimos. Ey! Menga qarashmay-kecha otam meni ushlab o'tirgan edi. Endi hech kim yo'q. Yolg'izmiz. Katta otam deydi. Kim u otang? Katta odam shu qanaqa ota keldi? Otam o'zi sizlarni topadi. Otang? Siz nimaga keldingiz unga? Men chemadanga keldim. Sen? Chemodan. O'zi chiqarib yuboring, leprositlar. Ochib aka. Qarab turman. Meni boltam qani? aka. Boltamda. Boltasi? Bolta qanaqa? Yo'qmi yo'q. Mana suyuqlik. Suyuqlik ko'rding? Suyuqlikni ko'rsataman. Hamki kirosh kerak. Bular boshqa joyi. Do'stlar, xullas men hozir mana shkafga kirib oldim, xullas. Bular juda tor lekin. Bu paytda bolalar tashqariga qarab qochib ketishdi va hovlidagi hojatxonaga yashirinib olishdi. Haydi, bolakay topamiz. Kimdir kelyapti. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Ey. Do'stlar, nima bu? Shu qo'y. Yo'q, hech kim. Do'stlar, вообще qo'rqib ketaman. Даже nima qilish kerakligini tushunmayman. U qanaqasiga derazadan kirib keldi bu yoqqa. Eng qiziq hozir operatorga kamerani berish kerak. Qayoqqa ketyapti? Do'stlar, bu klon meni tashlab ko'chaga chiqib ketdi. Eng qizig'i, bolalar ko'chada yordam berish kerak. Boltasini ko'rdingizmi? Bu bizdan nima holyapti? Bizani nima adrenalin bo'ldi? Bolalar qani? Qani? Yashin. Qara. Bekimaca bo'lsa bekimaca. Nega tutmasam yomon bo'ladi bolakay. Men tushunmayman nima qilish.
Bo'lgan holda ikki to'rt nimadir qilish kerak hozir. Boltasi bilan sindirib kiraman. Hech kim yo'q bu yoqda. Ket.